sene başına olursun. Allah'ın emrine şimdi verilmiş Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gel günlerimizin işketinden şefkan salavat şeriflerimiz olsun. Allah Teala bayramlarımızı mübarek kılsın. Kurban izleyicilerimizin hayırlarından kılsın inşallah. Kurban demek özünden nersenidir kurban edip çıkarı. Allah'a yakınayı maksadı demek. Yani kurbanın maksadı Allah'a yakınayı. Şu kurban turunda söylegençi bir misal turunda söylep gitesik ile kurbanga inşallah sonra neyle bindi. Bir şunday misal getirirler. İki şakir okuganlar iken medresede bir-birsini bik nıp yaratıp bir-birsini yakın görüp iki yakın dost olan. Şunday yakın ayrılısız dostlar medreseni okup bitirirler. Medreseni okup bitirgenden soň bularning ikisini iki shaharga jibararlar ishlarga. Alloh taolaning dinin xalqqa erishtirishga deb iki shaharga jibararlar. Vaqt uzoq, bu vaqt telefonlar yo'q, bir narsa yo'q. Vaqt uzoq ham bir shakir ikkinchi shakirning halini bilirga deb, o'zining do'stining halini bilirga deb keta do'sti ishlaydigan shaharga. Shaharga kelib kirsa shahar qo'shinida bozor qarshisida o'zining do'stining miskin holga qolgan tilanib o'tirgandan ko'ra boshina qo'ygan sovun tilanib o'tiradi. Akşası yo'q, boshlarida yo'q bir narsa yo'q. Do'stlar quchoqlanishib, yig'lashib ko'rishadilar. Shundan so'ng shusha halim bilarga kelgan do'sti aytdi, "Do'stim, men bek qayg'uraman" deydi. "Seni bu holga tushganingga" deydi. Tega faqir bo'lgan do'sti aytdi, "Do'stim, qayg'urma bu vaqt qilishadi" deydi. Qayg'urma bu vaqt qilishadi. Yamadan do'stlar ayrılışarlar. Yamadan bu yigit o'zi ishlaydigan shaharga qaytib ketadi. Tag'in ko'pmadir vaqt uzoq bu yigit o'zining do'stining halini bilayim deb yamadan keladi shu shaharga. Shaharga kelib kirgachda bozor qarshisida izlaydi. Do'stim bozor qarshisida izlaydi, topolmaydi. Shundan so'ng bir kishidan so'raydi, bir sotuvchidan so'raydi, "Mana bunda bir faqir bor edi, miskin bor edi, tilanib o'tirishi, uni ko'rmadingizmi?" degach, u narsa deb aytadi. "Bizning bu shaharda shunday odat bor" deydi. Agar podsho o'lay ekan, podsho o'lgach onun uchun vorislari bo'lmasa, qoldirgan kishi bo'lmasa, podsho saroyidan ko'garshin ishiralar. Shu ko'garshin kimning yelkasidan qo'na, shu podsho bo'lar. Mana bu ko'garshin bu yigitning yelkasidan qo'ndi, hozir u podsho deydi. Bir qadil bir yigit podshomiz. Maqtab qo'yadilar. Bu yigit siyla o'zining do'stining podsho bo'lganligini bilgach, ham bora podsho saroyidan yigitlar shulay deb chaqirishib, yig'lashib ko'rishadilar. Ham Dedi, yigit aytdi, podsho bo'lgan do'stina "Do'stim" deydi. "Men bek shodlanam" deydi. "Bek siyinam" deydi, "Sening podsho bo'lganingga" degach, tega do'stiga aytdi, "Ortiq siyinma, bu da vaqt." Ham sonundan yamadan o'zi ishlaydigan shaharga qaytadi. Tag'in ko'pmadir vaqt o'zg'ash, yamadan o'zining do'stining halini biling deb yamadan shu shaharga keladi. Sho'liq shaharga keladi, ham kelgach shaharga kelib kirsa, bir xil holat qayg'uli, kimdir yig'laydi, kimdir boshlar, yuzlarida nur so'ngan xalqning ham so'ray bir kishidan "Ne bo'ldi shaharingizda?" deydi. Bizning necha yillarga bir nindi g'adil aybat podshomiz bor edi, u hozir vafot etdi. Shundan so'ng bu yigit Allah o'zining do'sti bo'lganligini bek qayg'urab ham aytgan, "Imtigi sani meni onun qabri yonina" deydi. Do'stining qabri yonina keltirarlar, qabr ustida tosh qo'yilgan bo'lib, ham toshga yozib qo'yilgan bo'lib, "Sen qayg'urma, bu boshqa." Jamoat, Alloh taolo bergan umr vaqtli. Alloh taolo bergan boylik vaqtli. Alloh taolo bergan og'irlik vaqtli. Barisi vaqtli. Allah Teala sanovda bira vaqtlasha, og'irlikda bira, yengillikda bira vaqtlasha, shu vaqtli dunyo ishida Allah Teala bizdan talab etgan narsani kengligi yer bilan ko'k orasi bo'lgan jannatni kasb etamiz. Qurbon demak, yoqmayu demak. Alloh Teala nega qurbon shalarga qo'sha bizga? Eng yaxshisi, shular. Sariqni saylaymiz, eng yaxshisi. Siyokni saylaymiz.
yaxşısın.